ishlab chiqaraman deganlar uchun mana bu gazoblok uskunalarni taklif qilamiz. Mana avtomat reskani hozir Andijonga o'rnatib berganmiz. Mana qo'shimcha 20 ta qolib hamma yo'qlari bilan mana komplekt relsga qilib joylashtirib berganmiz. Mana avtomat reskalari ham yaxshi variantda, o'zi ko'tarib, o'zi tushiradigan. Bitta knopkani bosib qo'yasiz, o'zi avtomatik mana ko'taradi. O'zi o'chib, o'zi yonadi. Kimga shunaqa gazoblok liniyalari, gazoblok uskuna qoliplari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Mana taglariga roliklari ham yaxshilardan qo'yilgan. Bitta surasiz, o'sha bemalol bir qo'lda sursa bo'ladigan qilib, juda nol qilib ishga tushirib bering. Suv yo'ngisini ham 2 tonnalik, kattasidan qilib mana mo'rli qilib berilgan. Mana mishalkalari akalarimiz ishga tushiryapti. O'zlari pena-blok ham qo'yishadi. Endi kengaytirib mana gazoblok liniyalarini yo'lga qo'yishdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar.